Assalomu alaykum, hurmatli Mangitov Pitura kanalining obunachilari va aziz yurtdoshlar. Bugun biz Toshkent viloyati Bo'ka tumani Bo'ka mahalla fuqarolar yig'ini, ya'ni Xudoyqul, eski nomi Xudoyqul mahallasida sotiladigan uy-joyda obzor qilib ko'rsatamiz. Mana mahalla ichi. Uyda oldigacha, mamutgacha asfalt qilingan. Hovli keng, juda ham keng. Kadastr dokument hujjati bor. Narxi $20,000 kami bor. Kelsanglar bo'ladi. Telegram kanalimizga qisqa ma'lumotlarni va rasmlar va lokatsiyasi, uy egasining telefon raqamini qoldiraman. Hovli keng. Toshkentgacha bo'lgan masofa men turgan joydan 74 kilometr. Bo'kagacha bo'lgan masofa 24 kilometr. Hovli tomorqasi ham bor. Hozir podrobno obzorni qilib ko'rsataman. Suv bor. Mana qonchilik qilaman deganlarga juda ham zo'r variant. Mini firma qilsangizlar bo'ladi. Tovuq parrandachilik bilan shug'ullanaman deganlarga, dehqonchilik bilan shug'ullanaman deganlarga zo'r joy. Hozirda uy egasi bu uyda полный remont qilyapti. Kadastr dokumenti bor, hujjati. Hokim qarori 13.8 sotuq. Ya'ni 10 sotuqqa chiqqan. Umumiy yer maydoni 45 sotuqli uy-joy. Hovli keng. Fayzli uy-joy mana. Hozirda remont ishi ketyapti. Azinda bitadi. Xudo xolisa, Vremenka bu yerda 3 xona. Bu uy koridori bilan 8 xonali uy. Necha tomorqasi, hovlisi bilan ko'rsatib o'taman, keyin uy ichkarisini ko'rsataman. Bu taraf ham keng. Boya aytganimdek, dehqonchilikka zo'r joy. Bu yerda men bu yo'lda keladi. Shunda qaraganda menga e'lon yozib qo'ygan. Uy sotiladi. Telefon raqami bilan qo'ygan. Bu tomorqasi. U yoqda menda kanal bor. Kanaldan suv o'tadi. Chegarasi mana daraxtlar. Bu tarafda mana bu daraxt chegara. O'zi bilinib turibdi. Hozir ko'rsataman. Mana. Chegarasi. Bu tomorqa endi. Mana bolalar o'ynaydigan o'yingoh bor. Maktabga yaqin joyda joylashgan. Hozir ketma-ket uyda xonalarni ko'rsatib o'taman. Bismillahirrohmanirrohim. Birinchi xonasi bu taraf. Hozir uy remont qilinyapti. Xonalari. Bu zal xonasi, katta zali. Bu tarafda ham spalnya xonasi ekan. Kichka bor. Keyingi xonasi. Remont bitgan bu xonani. Juda chiroyli. Bitta kitob javonlar bor ekan. Zo'r, chiroyli juda ham. Shinam va keng.
xonasiga o'tamiz. Bu oshxonasi, bu taraf. Kuxnya mebel bor ekan. Issiq sovuq suv chiqadigan Ariston. Endi 2 xonali, 3 xonali, uzr adashdim. Vremenkasini ko'rsataman. Birinchi xonasi, bu koridori, ikkinchi xonasi, bu yerda uchinchi xonasi. Remont ketyapti. Uchinchi xonasi. Assalomu alaykum. Bu tarafda omborxona bor. Omborxonasi, o'tmoqxonasi, keng joy, keng, chiroyli, zo'r. Hozir endi bu tarafda oshxonasi bor. Oshxonani ko'rsatib o'taman. Oshxonasi, tandir o'chog'i bor. Sklad bu tarafda. Oshxonadan keyin bu tarafda banyasi bor. Bu yoq banya. Egasini telefon raqamini opisaniyada qoldiraman. Bemalol telefon qilib gaplashib, kelishsanglar bo'ladi.